bomba lokatsiyadan bitta kvartira topib qo'ydi. Yetmaganiga Zolotoy 2-etajda. Adres Uzbekistanskiy bo'lyapti. Arenda ikkinchi oilaviy poliklinika. Zolotoy 2-etajda 81 kvadratlik 5 xonalik. Kadastrga 81 yozilgan. Bilmaman, eskilar hisob kitobga sal adashganmi? Bu 81 kvadrat emasda. Hozir men arzon qilib beraman. Bu krishta vходной, holimiz bo'lyapti. Sal remont talabroq. O'zingiz uchun qilib olsangiz agar Rublyovka mahallada hamma narsa qimmat bo'ladi. Ya'ni arzon narsa yo'q. Birinchi xonamiz bo'lyapti. Bu yerda sanuzolimiz bo'lyapti. Elektrika ishlari, santexnika ishlari bor, to'g'ri. Bunisi ikkinchi spalnya. Hamma xonalarda deraza bor. Holdan kirishda to'g'rida zal. Bir xillarni remont bir xillar qilgan remont bir xillarga yoqmaydi-da. Bu shu klientlarimiz uchun zo'r ideal variant. Xo'sh, 4-xona, mana bunisi esa 5-xonamiz bo'lyapti. Aboy qilib, patologga figura qilib, patologli polchani bo'lmasa qilgan, lekin bunaqa etajdan постоянный uylar sotuvga chiqmaydi. Bu yerda kuxnyamiz, navbat qilingan. Balkonda chiqamiz, balkonga. Xo'sh, bunisi balkon bo'lyapti. Bemalol sizlarga zo'rma qilsak bo'ladi. Ruslarni bitta narsasiga qo'yilib qolaman-da. Bu sushilka ekan. Narsalarni quritish uchun. Hamma narsani hisobga olgan. Endi kommentariyaga o'zlaringiz o'z fikrlaringizni yozinglar-da. Shu uy 81 kvadrat chiqadimi? Chiqmaydi. Bu katta. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 84 ming starti qo'yapmiz. Yana ham savdosi bor. Men qo'yadigan uylarga pastani savdo qilsa bo'ladi. Savdo qilsa bo'ladigan uylarni qo'yaman. Gaz, svet, suv umuman O'zbekistonda problem emas. Rublyovka mahallada sharoit ham shunday yashab bo'ladi-da. Ozgina ta'mircha qilasiz, o'zingiz uchun ideal variant. Past raqamlar qo'yganmiz, aloqa chiqinglar. Bunaqa variant har doim ham chiqadi.